Bugungi ijro etiladigan qo'shig'imizni she'rini Shirinning dadalari qattiq iztirob, azob bilan yozganlarini aytganlarida men bu she'rni o'qib ko'rdimda o'yladimki, albatta bu so'zlarni qo'shiq qilish kerak. Chunki bunday o'z dilbandlarini yo'qotgan minglab otalarning dardlariga ehtimol malham bo'lar degan yaxshi niyatlar bilan qo'shiq qilish maqsadida kirishdim. Lekin umuman bu so'zlarni qo'shiq qilish juda ham og'ir edi, juda ham qiyin edi. Har safar o'qiganimda umuman yuragimda bir narsa qattiq og'riq turib qolardi. Chunki Shirin shaxsan men uchun ham o'z dilbandimdek, qizimdek qadrli edi. Chamasi Shirinni dadalari meni yonimga olib kelganlarida Shirin 6-7 yosh shiringina qizcha qo'shiq ayttirib ko'rganmiz va mana shu jarayonda sezganmanki, buni ajoyib shirin ovozi bor va umuman iste'dodi yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Shuning uchun albatta otalariga qo'limdan kelgancha maslahat berganman, yo'l ko'rsatganman va umuman Shirin bilan ana o'sha paytdan boshlab qaysidir ma'noda otalik mehri bilan bu qizni butun ijodiy faoliyatini kuzatib bordim va ko'z o'ngimda Shirin shu darajada mehnatkash, shu darajada intiluvchan, shu darajada g'ayratli va iste'dodli qiz ediki, u biron bir hech qachon mehnatdan qochmagan. U hech qachon oldinga intilishdan qaytmagan. Uni qisqa muddatda qo'shiqlari xalqimiz orasida xalqimizni mehriga sazovor bo'ldi va nafaqat o'zbek xalqini, balki ko'plab xalqlarni qalblaridan joy egallay oldi. Chunki u qaysi tilda qo'shiq ijro qilmasin, o'sha tilda xuddi o'z tilidek, ona tilidek toza, sof ijro qilardiki, buni ko'p muxlislar e'tirof etishardi. Ya'ni bironta aksentsiz ajoyib, hattoki o'zimizdan ham toza ijro qilyapti degan e'tiroflarni eshitganmiz. Shirin qayerda o'qimasin, umuman qaysi davrada bo'lmasin, u hamisha O'zbekiston sharafini ulug'lagan. Bu uning eng buyuk maqsadlaridan biri bo'lgan. Shuning uchun ham u qisqa muddat ichida shaxsan yurtboshimiz qo'llaridan Zulfiya mukofotini olish baxtiga muyassar bo'ldi. Yevropada, Moskvada, Xitoyda, Sochida bo'lib o'tgan nufuzli tanlovlarda yurtimiz sharafini munosib himoya qildi. Shuning uchun ham Xitoyning nufuzli universiteti rahbariyati uning vatanparvar ekanligini ta'kidlab, uning nomini abadiylashtirish maqsadida xayriya fondini tashkil etishdi. Shirinni qanchalar matonat sohibasi ekanligi haqida ham uzoq gapirish mumkin. Undan birgina misol, uni 10 yoshida Ushu maktabida tahsil olishi, ya'ni 10,000 mutloq boshqa madaniyat, mutloq boshqa til, mutloq boshqa millat vakillari tahsil oladigan xos maktabda yagona birinchi o'zbek qizi sifatida u maktabda tahsil olish uchun uncha-muncha erkakni kerak bo'lsa sabri, matonati yetmaydi. Lekin ana o'sha joylarda ham haqiqiy o'zbek qizini matonatini ko'rsata olgan, tom ma'nodagi faxrlanishga arziydigan farzand edi.
Shunday ekan, xalqimiz orasidagi mana shunday qahramon farzandlarimizni namuna o'laroq yoshlarimizga ko'rsatish maqsadida bu qo'shiqni ijro etishga va bu qo'shiqqa klip tayyorlashga bel bog'ladik va qo'limizdan kelganicha ushbu klipni hayotiy bo'lishini ta'minlashga harakat qildik va buning uchun biz ko'proq sun'iy tafakkurdan foydalandik. Buni jonliroq bo'lishi uchun, yanada ishonchliroq bo'lishi uchun ko'proq mana shu sun'iy tafakkur orqali voqealarni yoritib berishga harakat qildik. O'ylaymizki, ushbu klip birinchi navbatda shirin kabi matonatli, serg'ayrat, haqiqiy shijoatli, ilm, ma'rifat, sport va umuman barcha sohalarda lider bo'lishga arziydigan o'zbek bir qizining tarixini xalqimizga tanishtirish bo'lsa, ikkinchi tarafdan mana shunday aziz dilbandini yo'qotgan ota-onalarga bir malham bo'lish umidida sizlarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. How is your business going? حاليا أبدأ مشاريع جديدة. Dedesi. Şirin. Şirin kızım, çirayli kızım, güzel kızım, hayali kızım, o'ziga xos dunyoli qizim, kechir seni asray olmadim, menga hayot tugadi qizim, yuragim qon yutadi qizim, yaram qachon bitadi qizim, kechir seni asray olmadim. Orzularing samoda edi, muhabbating navoda edi, seni o'lim meni g'am yedi, seni o'lim meni g'am yedi, kechir seni asray olmadim, kiyimlaring hidlab yig'ladim, devorlarni mushtlab yig'ladim, oq ko'ngilli farishta qizim, kechir seni asray olmadim. Onasi, o'g'ilcha qalay? Yana qiz bo'ldi. Nega yig'layapsan? Alloh bizga shirin qiz farzand berdi. Qaratmading yuzimni yerga, suyuk eding qora ko'z elga, hamma havas qilardi senga, kechir seni asray olmadim, farzand dog'im ko'rmasin hech kim, bolam deya kuymasin hech kim, bolam kutgin jannatda kutgin, kechir seni asray olmadim. Orzularing samoda edi, muhabbating navoda edi, seni o'lim meni g'am yedi, seni o'lim meni g'am yedi, kechir seni asray olmadim, kiyimlaring hidlab yig'ladim, devorlarni mushtlab yig'ladim, oq ko'ngilli farishta qizim, kechir seni asray olmadim.